Nurg'un do'stlarimiz qaranglar, ha. Taklimakandan keyin o'tiraymi bu. Biz hozir 45 kilometr ichi kirib bo'ldik Taklimakandan. O'tirdik yo'q. Shamo'g'o'ning ichiga 45 kilometr. Mana qaranglar, nurg'un do'stlarimiz shunda hech qanday bir tash yo'q yerda, bunda bir tashlarni uchirtib qolasizlar. Cho'qim meteorit va hech qanday tash yo'q yerdan deb qoldi deb turibsizlar. Amaliyotda yer shari berpa bo'g'ilib necha zaman bo'ldi deb degan gapni o'ylab boqmaysizlar. Yer sharining har qanday yerda mana shunday tashlar, Taklimakanning o'tirdimi, mana shunday tashlar uchrab qolishi mumkinchiligi bek cho'ng. Mavo tuproq qaranglar, sig'iz tuproq Taklimakanningki asl tuproqi mana shu xil holatda. Keyin ma qumlar endi elbette keyin kelgan qumlar deb qaraladi. Sizlarcha ko'pincha Taklimakanning tegida yoki ba'zi qum yo'q yerlarda shunday sig'iz tuproq bo'ldi, boshqa yerlarda shunday qum yo'q. Sizlarcha shu qarash to'g'rimi? Bildigan do'stlar, inkas rayoniga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Abdullajon muallim ikki qiz gap qilsin. Şu mo'yindan narsani bundan ushurtib qolsanglar, men heshim yo'q yerni keldim, buni Taklimakanning o'tirdim topdik. Siz tashiyotgan memesi aytgan do'stlarim bor. Ashulaga mushu bir haqiqat bo'lsin. Mushundan narsa Tashni aniq ko'ranglar, ya do'stlar. Mushundan narsa bilan qomamdoq daqiq, qomir. Qo'yib qo'ymadik buni. Mushundan narsa bilan ayna tegini ko'ranglar, mo'yani ko'ranglar. Mushundan narsalar mo'yindan yerda mavjud. Burun Sili bizildan burun necha odamlar yashagan, sili bizni o'qimayotgan necha tabiatni beshdan kechirgan Taklimakan qumliqmi bu. Shunlashqa mushundan narsa chiqib qoldi. Buningga bak ahurib ketib, men Taklimakandan topdim demaslikni umid qilma. Haqiqiy meteorit bo'lib qolsa, beg'indan topsangmi, ishqaylandan topsangmi, uyingdan topsangmi, yana aqar yulduz meteorit bo'ldi. Qimmat o'ysatyapmiz. Lekin mushunda yerdan meteorit emas, mo'yinda emas tashini tepib, va meteorit deb takallashmay tabiatning bizga bergan sovg'alarning joyida berman bo'ldi, lekin tabiat o'z vaqtida qo'yib qo'ygan bundan naslni bir meteorit osmondan tushimiz niyat ketib turamisanlar demoqchi do'stlar. Meteorit havaskorlari yurak berib saqlab bizni qo'shmagan do'stlar qo'shilinglar. Inkas rayoniga o'zinglarning fikrini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Ilmiy qarashlarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Undan boshqa qo'langlar tashlarni Inkas rayoniga avatib qo'yinglar. Bizga yarsa biz setib olamiz, boshqalarga yarsa boshqalar setib olishi mumkin. Mana Yaxshiman bilanlar do'stlar. Taklimakan degan mana. Abdullajon ustozning mashina haydash texnikasi intayin yuqori kelmagan qo'l qo'ydim men 45 kilometr ichiga mashinalar yolg'iz kirib ketdik-da, mana shunda egiz qumliqqa.